Opasi shu yerda. Bu meni o'ta asal bolachalarimdan biri. Oyijo'la nimani aytmoqchiman? Bizga kelganida 36 haftaligida oyisini Doppler qilganmiz. Dopplerda yaxshi bo'lgan bolajonim, lekin yurak urish soni kam bo'lgan. 121-22 berganman o'shanda. Hozir eskanlari bo'yichada. Qarang, Dopplerda hammasi yaxshi bo'lgani bilan oyisida anemiyani kuchli darajasi bo'lgan va shuning uchun bolajonimning oziqlanishi qiyin bo'lgan. Так что faqatgina Doppler bolani to'liq xulosasini bermaydi. Analizlaringizni ham doimiy kuzatib yurishlaringiz kerak. Mendan chiqqandan keyin 4 kundan keyin 36 haftada bolajonimni olishgan, tug'dirib olishgan va ozgina muammolari bo'lgan deyaptilar oyisi. Atak biza sog'lommiz, ko'z tegmasin. Doppler bilan birgalikda ginekologlarimiz bergan analizlarni ham o'z vaqtida topshirib yurishimiz kerakligini yana bitta isboti mana shu. Kichkintoy. To'g'rimi?